Sizda muammo yo'q-a, Real formasida o'tiribsiz a? Real. Yaxshi. Aka Real formasida o'tirgan muammo-ku. Chelsiga. Menda yoshligimda bitta g'alati narsa bo'lgan. Uyda voy siz Chelsea deganingizga o'zi esimga keluvdi. Uydagilarga yig'lab Ronaldoni Manchesterdagi formasini oldirganman-da. Keyingi oy Realga o'tib ketgan. O'zbek tilida aytsak, mashg'ulotga ketayotgan paytimda men velikda bo'lganman. U it yo'l chekkasida yotgan, o'sha stadionda yon tomonida katta ferma bor edi. O'sha fermani iti edi u, o'sha odamning iti. Keyin yotgan men ko'rmasdan o'tib ketganman. Keyin bitta qarasam, u turib orqamdan kelayotgan ekan. O'sha bir 50 metrmi nima qilgan? Qo'llagan orqamdan. Sekin o'tlar orasidan ketgan. Yo'q. Qochib bo'lmaydi-da. Tekis bitta yo'l. Hech qayerga qocha olmaysiz. Eng qizig'i keyin men to'xtab qoldim. U it yugurib keldi yonimga. Shunda turibdi yonimda. Muzikalar bilan tasavvur qilyapman. Yo, unchalik sekin yugurib kelmagan menimcha. Keyinchi? Keyin juda yomon qo'rqdim. Keyin oyog'im qaltirab turganda, chunki Timur aka itni otini bilgan chaqirgan. U 50-60 metr naryoqda ko'rib qolgan, yo'lda o'tib ketayotgan payti, keyin itni ismini aytdi, it shundoq qaradi, chaqirdi, keyin it ketdi unga ergashib. Keyin sizga qarab, anaqa oting nima edi, bo'ldi, bu yoqdan o'tma degan. Unda o'shanda otini eslab qo'yganman. Siz otingizni eslab qolmaganini so'rasangiz ayta olmaydi hozir ham. Kim? Timur aka. Hozir qanday so'raydi hozir? Shuning uchun aytyapman-da. Tepadan ko'rib turib, tepadan yaxshi ko'rinadi deydi-ku. Yana nimadir voqealar bo'lganmi aka? Yo'q. Otchi, ot nimaga? Ot tepgan. Yo'q, muda meni tepgan bir marta, shundan keyin qo'rqdim. Juda ham. Ot prям Bizda bor-ku, so'kinishlarni senzurniy variantlari bor-da. Chiquvlar ko'r deydi, ot deb ko'r deydi-da. Aka hammasi bo'lgan ekanda. bitta bola yashab o'tishi mumkin bo'lgan hayotda yashab o'tibdi-da. Unda shu. Sher bilan urushganman deydi oxirida. Ot tepgan, eshak nima qilgan qiziqtirib. O'rtog'ini tishlagan. O'rtog'ini tishlab olgan. Yonda bo'lgansiz, ko'rganmisiz shunda voqea? Unda ko'rganman. Qo'rqinch. Oyog'ingiz qaltirab qotib qolganmisiz? Yo'q, yordam chaqirishga ketganman. Lekin men topolmaganman. Men boshida eshak tepganman. Qo'yib yubormagan. Otdan urganmi? Tepdim, keyin o'sha yerda nima xoda deyishadi-ku, yog'ochni. O'sha bilan olib urganman eshakni. Lekin qo'yib yubormagan. O'shunda tushunganman, eshak bitta tishlasa qo'yib yubormas ekan. Tishlagan joyini qo'yib yubormaydigan eshak ekan. Eshakday. Demak, eshak bilan hamma maqollar haligi bir soni bilan ham bog'liq. Hozir qaytamiz? Yo'q, qaytmaymiz. Motivatsion joyi eshakday bo'ldi. Eshakdek bo'ldi do'stim. Eshakday bo'l. Anaqa qattiq ishla va tishlaganda zo'r. Tishlagan tishlaydi deydi-ku. Qiyin. Sizni u eshak ishlashdan ishlagan. Yo'q, o'zi eshak qanday bo'ldi? Unda ayb yo'q edi o'zi eshakda. Biz Prosta go'sht harom aka. Eng begunoh jonzot menimcha. Qisqasi biz ketayotgandik, dalada bo'lganmiz, keyin men aytganman, eshakka chiqaylik deganman ustiga. Prosta random eshak. Da? Xo'sh. U tishlab olgan keyin. Gnida yana. Sizlarmas albatta gnida. Yo'q. Chiqaylik degan-ku. Bu taklif eshakka yo'q. U jasur ustiga chiqamiz deb o'yladim. Yo'q, men o'rtog'imga aytganman. Lekin men chiqa olmayman deganman. Sen chiqishni bilasanmi deganman. Chiqaylik, lekin men chiqa olmayman. U aytgan, men bir marta chiqqanman degan. Aha. Keyin, "Davay tunda" deganman.
keyin o'zimcha ipini ushlab turmoqchi bo'lganman. O'sha payt aylanib unga nima qilib qo'ygan, tashlanib qo'yganda, Ha. ishlab olgan keyin. Hozir men umuman jasur chiqayotgan paytda xayolimga ham kelmagandi bu hikoyada eshakka rahmim kelishida. Tushunasizlar qanchalik razil, zolim odamlar. Men eshak tushlar yo'q. Вообще-то itni ham nimadir qilgansizda siz. Просто bekityapsiz. Itga hech nima qilmaganman. Shunchaki yonida o'tib ketayotgandim. Men ko'rmay qolganman, aybim shu bo'lgan. Ko'rmay qolganman, shunda yonida o'tib ketib qolganman. U itni kattaligi o'sha eshakdek-da. Такой to'xtab chiqsammikin nimaga olasiz? Yo'q, unaqa o'tib ketdim, keyin orqamdan qulab qolgan. Shunaqa. Zo'r, yo'q. Hozirgi hayotingizda qanaqa bir aks etadi bu narsa? Bu travmalaringizda? Qo'rqaman debdi. Yo'q. Ya masalan men ham itdan qo'rqaman-da. Men buncha yo'lda ketayotgan bo'lsam, to'g'rimdan ketayotgan bo'lsa, devorga chiqib olaman-da. Devor. Yo'q, ana nima bor, yana egasi aytadi. Qo'rqmang, tishlamaydi deydi. Biz qishloqda egasi yo'q-da aytdi. Yo'q, devorga chiqib olasizda, bo'lmasa ham, devor qurib oladi o'ziga. Ha, Toshkentda egali itlar yuradi-yu. Ha, shunaqa yuradi. Anaqa kichkina kampirchalar yuradi. Ha. Xos qo'yib yuboradi deb o'ylaysizlar uni ko'rib. Hisobotda turasiz. Ular ham ichida o'ylasa kerak, hozir qo'yib yuborsam. U kampirlar ham ichida o'ylasa kerak, hozir qo'yib yuborsam. No, bizda kvartirada turamiz bolalar bilan. Bir 4 ta podiyez bu yoqda kimdir uyda it boqadi-da. Boyagi it mashinchada. Eshakda. Eshakdek. Ha. Eshakdan kichkinaroq. Uyida it. Siz uch keladigan hamma Uyda it boqadi. Talabalarni qo'ymaymiz deydi. Unda yosh turinglar, bo'lmasa chiqazaveramiz deydi borku. Nima bu, terroristlar turibdimi deydi. Kvartirani egasiga bizga qarab. Sizlarga aytadim terrorist deb. Unda shunaqa. Boyagi it soat misol uchun men 11 dan keyin ko'chaga chiqadigan odatim bor. Mayli. Kvartirani egasiga molda yashayapsizlar. Jasurda yana bitta turaman. Keyingi safar kelganda mol ham uncha yoqmaydi. Yo'q, o'zi mol yaxshi hayvon o'ylashimcha. No, sizga zarar tegmagan. Yo'q, hozir Yo'q, menga zarar faqat foydasi tekkan. Qolganlarni yomon demoqchisiz. Eshak, ot, it yomon. Men uchun yomon. Boyagi it kechasi soat 11 dan keyin vovullashni boshlaydi. Oyga qarab, U balkonda. Bo'ri. Balkonda chiqar oyga. Nima shunaqa? Baltodir balki. Yaxshi ko'rganman. To'xtaydi, men kim kulganidan bilib olay. Baltoni hech kim ko'rmaganman. Ko'rganlarcha biladi. Normal. Boshqatdan ko'ringlar uyga borib. Ha, g'oz gapiradi. Agar Reels'da ko'rgansiz shuni, to'g'rimi? O'lmasdan ko'ryapman. G'oz bo'ladi. G'ozga ovoz bergan. Zo'r. Shunaqa. O'zi men bolalikda unaqa travma bo'lmagan, faqat shu uchalasi bilan bo'lgan. Ko'pda bu. Jim bo'lib hammasi hayvonlar bilan. Rostdan ham shuncha hayvonlar bilan bog'liq hikoyalaringiz bor ekan, hech o'ylamaganmisiz siz yarim kechasi nimagadir aylanish haqida? Yo'q, Toshkentdamiz-ku. Toshkentda. Kunduzi ham shunaqamiz-ku. Kunduz yotib uxlayman, to'g'risi. Zo'r. Ishlamayman-ku. Qanaqa yashayapsiz? Yaxshi yashayapman lekin. O'qiysizmi shunda? Anaqa yaxshi yashayapti-ku, ana uchalasi aliment to'lasan. Har kuniga pul berib ketdi. Ana Temur aka o'tib qolgan deb it aytgan-ku. Temur aka O'tib kelibdi. Endi o'zingni ko'ring. O'tgan safar Temur aka qutqarib o'tsan. Zo'r. Bo'yasiz ruh peshumush dedingiz. O'zi ismi ham qo'rqitadi ozgina. O'sha kino va yana bitta voqea bo'lgan. Ya'ni o'shandan keyin yaqinda qutuldim bu narsadan, ya'ni qo'rquvdan. Kechasi bitta o'zim yurish qo'rquvidan. Ya'ni yengdim desa bo'ladi. Ya'ni o'sha kino chiqqan paytim yosh bola bo'lganman. Ammamning qizlarini o'tirib ko'rganman. Kechasi ko'rganmiz. Qish payti kechasi ko'rganmiz. O'shandan keyin qanaydir bir ruhlardan qo'rqadigan nima fobiya deydimi, ashuna narsa shakllanib qolgan edi. Qo'rqinchli bu.
Itib oling yoningizga. Mazaku. O'tda yuring kechqurun. O'tda yuring rostdan. Itdan qo'rqaman dedim. Bunaqa narsa bilan menda bo'ladi-da просто. Ishda yoki hayotda qanaqadir problema bo'ladi-yu. Masalan, siqilib ketasiz, ichingizga sig'may ketasiz, ko'chada yuraverganingizda birorta it chiqsa edi, shunaqa tepsamidi degan narsa bo'ladimi? Takoy, mana hozir kellaring degan narsa bo'ladi. Hozir kelsin, shunaqa qilaman. Itlar bilan bog'liq, ya'ni. Yo'q, unaqa narsa emas. Bir sarf kuchugim bor edi. U har doim u bilan ham kichkina bo'laman, yaqin do'stmiz, gaplashamiz. She'rlarni yozishgan. U paytda she'rda yura qo'yganman, balki shu kuchuk sababchi bo'lgandir. Keyin qishlog'imizga quturgan it oraladi va menga qarab tashlanib kelayotganida quturgan it. Keyin u o'zimda kuchugim unga qarab tashlandi va ikkalasi urushib ketdi-da, men chekkada qolib ketdim. O'shanda meni hayotim qaysidir darajada saqlab qolgan bo'layapti-da u. Keyin va qishloqdagi bor kuchuklarni o'ldirib chiqdik dori berib va o'sha kuchukni o'lishini tomosha qilib o'tirdim. Mazza edi. Qarang. Qarang hozir yo'q, hozir men bu Nodar Dombaziydan chop ketganda tushunmayapman. Просто Raskolnik otda o'lishini ko'radi. yo'q, otda o'lishini ozgina Dombaziydan chop ketgan. Yo'q, hayotda ham bir xil hayotni yashab qo'yish mumkin-ku Nodar Dombaziyga. Hozir Jasurga murojaatim bor. Jasur it qutqargan ekanda akani. Balki ana itam sizga velikni sepib chiqib ketadi deb o'yladim. Bormayman, futbol ko'rolmaysan, aqling ketadi. Chelsiga muxlis bo'lasan. Bu hamma o'sha deydi, Chelsiga muxlis bo'lasanmi deydi, lekin Chelsida hamma ko'p bo'ladi. Siz baxtli odamsiz. Sizlar qarang, unda Chelsiga emas, Kubokka muxlisman deydi. Hozir reaksiya kubok bilan hisoblashadi. Ha, yo'q. Ha, ya to'g'ri. Ha, balki uylanadi. Undan yomonroq. Janob qarab bo'ladi, suhbat bo'ladi, xudo haqida. Qisqa bo'ldi. Uzr nimaxo'rlik keyin deylar hammasini. Endi bu ikkinchi hikoya. Biza O'sha kuchuklar tushuntirishdi. biz endi qishloqda mol boqamiz, kichkina bo'lamiz. 3 ta do'stim bor. Har kuni belimizga ro'molda non tugib, o'sha bitta odamlar kuchugini tashlab ketadi dalalarga. Bitta kuchukcha topib olib, o'shani boqamiz 3 ta oshna, kichkina bolalar. Va bir kuni o'sha bug'doy o'riladi-ku, o'shani o'rniga hamma mol haydadi. U kuchuk menga ergashib bordi. Ungacha qarang, esdan chiqyapti. Biz daryodan baliqlar tutib berganmiz unga. To'xtang, xronologiya muhimdir. Hamma itlarni o'ldirib yuborgandan keyingi voqeami bu, oldingimi? Keyingi voqea. Hozir hamma itlarni o'ldirib yubordik, yangi itlar kerak. Ko'rishib oldik. Undan ancha o'tdi. U payt kichkina bola bo'lgan bo'lsam, endi mol boqadigan darajaga keldim. Yoshga. Keyin o'sha kuchukchani ergashtirib, menga o'zi ergashdida, o'zidan bo'ldi. Katta odamlar, ya'ni katta yoshli, menda odamlar bor. Mamlakat uylab o'zi ergashdi deyapti-ku. Aka daryoga qarab yugurib borganda, kuchuk ikkalasi yugurib borgan daryoga qarab yonida borgan. Aka to'xtagan. Daryoga yaqin bor. Qirg'aga to'xtagan. Yo'q, unaqa bo'lmadi. Bug'doy joyiga o'sha borganmiz. Men boshqa odamlar bilan, ya'ni ular bilan birga mol boqyapman-da bu safar. Faqat oldimda kuchuk men bilan, lekin u kuchuk 3 ta do'sti ketdi. Unga qarardik. Lekin hozir menga ergashib olgan, menga ishonganda u it. Va bu yerda katta odamlar u kuchukka nos chaqtirdi-da. Undan
undan ham yomoni, Ну, zahar bilan o'ldirgan yaxshi edi unda. undan ham yomoni aytdiki menga hozir mastga o'xshab qoldi-da, ko'z yumilib yotib qolyapti. Aytdi, suvga sol dedi menga aytdi. Men keyin suvga soldim va cho'kib o'ldim bilmayman. Balki cho'kib o'lgandir yoki nos o'ldirmasa kerak menimcha. Jasur aka uchun ideal qishloq ekanda. Zo'r. Mana umumiy global qaraganda kichkina kuchukcha orqamdan menga ishonib bergan turuvdi, suvga tiqib o'ldirdi. Yo, aka, voy. Shoiramda. Tushunamsan bu? Mehr shafqat haqida chumoliga ozor bermaslik haqida. Yo'q, qiynalsa kerak, endi shuncha kitob yozdim. U paytda men kichkina bo'lganman, shoir bo'lmaganman. Ya'ni pensiya chiqqandan keyin o'zini hunarlari bor. Keyin yana bitta hikoya bor edi, ruxsat bersangiz. To'xtang. Bu kimniki? Kuchukka qaytaylik. Nos chaktirgan, u kuchuk ozgina kayf bo'lib qolgan. O'ta ko'p suveringlar deb turgan bo'lganda просто. Yo, it, gap. O'sha yerda men kuchukni ko'mganman. O'lganman. Kuchuk chalajon bo'lsa ham ketdi. Yo, it kayf bo'lib yotib qolganini bu yoqda kim it o'ylanganda u itlar meni suvga cho'ktiradi. U tirikligida ko'mib yuborgansiz. Balki. Ne, tirikligi fakt. Hozir men o'sha oshnalarni ko'rib turganimni kechirsin. Aka siz oshnalaringizdan emas, ekologiya vazirligidan so'raymiz sirni. Akani U kuchukda o'zidan bo'lgan boyatgan. bizning uyda ikkita kitobi bor-da aka. Men endi uncha o'yga ham o'qishga ishtiyoqim yo'q. Oldin suvga tiqing, suvga ko'mib qo'ying. Har safar endi she'r ochib o'qiyotganimda kuchuklar. Yaxshi, 15 ming bilan tabriklaymiz. 15 ming подписчик. Obunachi. Zerikarli. Yo'q, siz zerikarli emas. Yoki o'lim haqida gapiryapsiz. Qanday zerikarli bo'ladi? Kuchukni o'lim. Hozir qarang, bitta narsani boshida kelishib olaylik. Spoiler bo'lsa ham bo'ldimi, o'limda tugadimi hozir? Yana kuchuk o'ldirmaysizmi hozir? Kechqurun uxlab yotdim, kuchuk keldi. Keyin pichoqni oldi. Endi Kuchukka aytdi, qo'y pichoqni. Keyingi hikoya. bularda o'sha ta'sirlanganim uchun esimda qolib ketgani uchun ancha o'ylab, vijdonim qiynalib yurgan uchun aytyapman. Bo'lmasa sal qiziqroq qilib aytishga harakat qildim. Keyin bir narsa bor edi. Ya'ni kalta-kalasga tegma, halokat bo'ladi. Shunga o'xshash gap bor-da. Nimaga? Kalta kesak, Kalta kesak, ha. Voqada kalta-kalas. Kalta-kalas deydi bizda. Keyin shuni biz qiziq tuyulyapti o'zimga. Yana 3-4 ta itlar bolalar, do'stlar o'sha mol boqamiz yana. Hozir sizga Oxirini bilaman o'sha hikoyani. Yo'q, mayli-da. Akaga mol o'ladi. akaga mol nishon topshirishganda. Akam bir nechta kuchukni o'ldirib, bittasini tiriklay ko'mib yuborgan akaga mol nishonishgan. Mol aqlli o'zi o'tlab yuraveradi. Uni olib kelib uyga olib kelsangiz, olib borib uyga olib kelsangiz bo'ldi. Aha, kalta kesak keyin. Keyin biz bitta kalta-kalas xudik. 3 ta bola. Keyin meni oyog'imga tegib ketdi. U kalta-kalas, ya'ni tegma degan ino bor. To'xtaylik, kichkina bo'lmaydimi? Kalta kesak yo tegib ketadi. Kalta-kesak emas, kalta-kalas, kichkina. Yo, menimcha bo'ladi. Oyoqqa tegib o'tib ketdi. Xo'p. Keyin men qo'rqyapman. Endi nima bo'ladi deb o'ylayman. Bungacha o'sha narsaga ishonganman, arin-sirimga. Hozirgacha ishonaman. Chunki halokat bo'lishi, men birinchi somsaxonaga ishga kelganman Toshkentga. Somsaxona bir haftada yopilib ketganda. Hozir qarangda. Somsaxona bir haftada yopilib ketgan. Siz bunga itlarni o'ldirganingiz bo'lyapti. Kalta kesagi oyog'idan o'tib ketganini bo'lyapti. Kalta kesakni o'ldirib olmaganini bo'lyapti. O'shani o'ldirgan. Zo'r bo'ladi. Qoyil lekin. Balki itlarni o'ldirib olganingizga olib ketgandir somsaxona.
Hozir aytdi-da shuni. Eng qizig'i bu show oxirgisi bo'lishi ham mumkin. Shuni o'ylab turdim. Shuni aytmoqchi edim. Bu show oxirgisi bo'lishi mumkin. Ehtiyot bo'lish kerak. Mana uni tavqilanadi agar Somsaxonani kuni boshimizga tushishi mumkin. Rostdan. ko'tarilgan bo'lsa, keyingi show davom etadi. Men shuni bilib olmoqchi edim-da. Akani biza cho'rnaviga deymizda. Qoralama. Yaxshi. Itlarga. Uni shoirdan nima ham so'raymiz. Xotiningiz nechta? Yaxshi. Prosta kim adabiyot ixlosmandi ekanini tushunib olyapmiz. Tilim. Noto'g'ri gap bo'ldi lekin. Azim she'r yozmaydi. She'r yozmayman. Azim itlardan qo'rqadi. She'r yozish uchun it o'ldirish kerak. Men endi tushunib yetyapman nimaga men ikkita qatorni, ikkita harfini qofiya qila olmasligimni. Juda ham beozor bo'lganim uchun. Aka siz ko'rinishingizdan muncha kuchuk o'ldirganga o'xshaysiz. Ne, aka kuchuklarni o'ldirgandan keyin shu ko'rinishga kelgan. Tushunyapsizmi aka? Aka siz hozir mana kuchuk haqida hikoyam bor desangiz, sразу Momo esga keladi-da. Siz qarang, men o'ylayman, Nurmuhammad aka Momoni bosh qahramoni bo'lganida Momoga emas, o'ziga g'ish bog'lab daraga tashlagan bo'lardi, Momo tirik qolardi. Yo'q. Unchalik yaxshi odam emas ekan oxirida bilyapmiz. Sizlar operator, ya'ni Bekzodni bir gapi bor, men haqimda degan gapi. Nurmuhammad dedi, yaxshilik qilaman deb ham odamni o'ldirib qo'yish mumkin. O'sha qo'rqinchli. O'ylamaganman, kuchukda hozir o'ldiraman yoki unga yomonlik qilaman deb o'ylamaganman. Yaxshilik Suqa bo'ktirib, men nos shakl mazza qilsin deganman. Nosakda sushak bo'layotganda. Mani kitobimga menga podarka qilgan kitobga nima yozgan bilasizlarmi? Abubakr, siz bilan gaplashadigan gaplarimiz hali ko'p. Hali bir davrada o'tirib suhbatlashamiz yaqindan degan edi. O'sha bu tahdidda eshitilyapti. Yo zo'r. Nimasi zo'r? Hozir qarang, bisotingizda nechta o'ldirilgan kuchuk bor? Yo'q, hammasini aytib bo'ldim. Hozir nima? Sanoqdan adashib ketgansiz. Bittasi sizdan chiqibdi-da. Hozir spiskaga qarab bilib oldingizmi uni? Yo'q, hozir esimga keldi. Qarangda, esdan chiqib ketyapti hatto. Uni aytmay qo'yaveraman. Davomi keyingi sonda. Akani uyiga kirsangiz, uni kuchuklarning rasmlari burchak qilingan, kallalari hamma mixqa qilib chiqqan. Yo, aytingchi, nima? Qamalasmi yo? Uni aytsam meni rostdan yomon ko'rib qolasizlar. Chunki odam o'ldirgan aka. Yo, rostdan unchalik yaxshi ko'rinmayapti. Qarang, mayli, odam o'ldirmaganmisiz? Ozgina o'ylanib qoldi. Kulishidan odamga yaxshilik qilganman. Tak, negerli odammi nima? Hozir videoda yaqinlashtirib ko'rsangiz, lekin odam o'ldirganmisiz? Odam o'ldirmaganmisiz degandan keyin akani javob reaksiyasini qo'ysanglar, biz seriyniy ubiytsa bilan gaplashayotgan deb o'ylayapmiz-da. Keyinchi Yo'q, o'sha kulish kerak edi-da, boya yaxshilik qilib ham o'ldirib qo'yish mumkin edi dedim-ku. Ha, kullik. Siz unaqa ko'p narsa, siz вообще ko'p taraf qo'yapsiz. Normal, siz o'tiravering bemalol. O'sha konsert ham qo'yatmang. She'r o'qiyotgan payt nimaga sizlar yig'lamayapsizlar? Ro'molchangni ko'rmayapman. Bitta haqida she'r o'qiyapman. Bitta birortang ro'molchang ko'rinmayapti. Nos chekkin kelyapti. Turkiston ham как раз anxor bo'yida-da. Keyinchak oxirgi nima edi? Oxirgi qurboningiz, ha. Oxirgi qurboningiz. Buni shunchaki Zerikishdan.
chaqirdim, kelmadi. To'xtang aka. Kim o'zi? Nima, kuchukmi? Kuchuk. Chaqirdim, kelmadi. Akani baxshilashib bo'lyapti aka. Oxirida просто tirikligi uchun o'zi yoqmadi. Chaqirdim, kelmadi. Men o'ylabmanki, shu kasal yurgan ekan o'zi. Lekin ozgina rahmingiz keltirishi ham bo'ladi aka. Aytdim, men yomon ko'ryapti, shunga kelmayapti deb o'ylabman-da. Aytganini qilmayapti debman-da, borib oyoq bilan bir tepib ko'tarib yubordim. Katta ko'ribman, keyin o'shanda bir kun o'tmay o'ldi. To'rtinchi kuchugim To'rtinchi kuchugim demang, to'rtinchi ishim deng. To'rtinchi missiya. To'rtinchi deylar. To'rtinchi missiyam. suyak og'iz tomog'iga suyak tiqilib qolib o'zi lekin Suyakni siz bergansiz. yo'q, boshqalar bergan. Qildingizmi? Eshitib, qildingizmi? Jasurning hikoyasi bor-ku. Aka, agar Jasurni o'rnida velikdan qochib ketib, velik bilan qochaversa kuchukdan, kuchuk sepga tiqilib qoladi. Aka bo'lgan. Sep chaynab ketadi kuchuk. Jasur aka, qarang, to'xtatib o'ldirsa ham bo'lar ekan-da, ulardan qochmasdan. Qurbonlar yetar bugunga. Oho, Menimcha yetadi. Yallagi rejalar qanaqa? Toshkentda yaxshi ham kuchuklar kam. Bitta yaxshi priют topdim nimasida. Egasi bilan yuradi. Ayanchli. Yo'q. Aka o'zini uncha aybdor his qilmayapti-da. O'zi chaqirdim, kelmadi. Keyin borib debdim. Yo'q, o'zi nos chekis kelgandir balki. Zo'r. Hammasi o'qimaydi desam. Oh. Endi ish bermaydi aka. Doktor Dumbat bilan ta'sirlangandim o'sha betlarda. Jonda ichiga igna solib kuchga egizgan hech bo'lmay qoldi-yu. Aka siz ham uncha yaxshi. Kelinglar she'riyat haqida gapiramiz. Yo'q, to'xtang, qanaqa she'riyat? She'riyat qoldimi? Yo'q, ana unda serialning oxirida ham ana eng katta antagonist bosh qahramonning o'zi bo'lib chiqadi. Aka, Breaking Bad ko'rganmisiz? Yo, qo'lingizdan normalniy ish kelar ekan. Nima qilib shoirlik qilib yurasiz? Kvartira. Hozir bilmayman. Qora bozor qanaqa? Normal ko'rishadi. Kinoni ko'rmabman, lekin endi ko'raman. Yo, serialni ko'ring. O'zligingizni topasiz. Karslardan ish so'rab ko'ring. Legal ish bordir ularda. Yanaqada keyingi safar intervyuga chaqirsa yo nimagadir chaqirsangiz, ishim o'zimga yoqadi deydi. Shoirligingizmi? Yo'q, shoirlik hobbi. Ishim bor meni. Da. Hozir bizga travma berib ketyapsiz. Yo, qizim endi har safar ya kuchuk degan payt men qanaqa qizimga tushuntiraman bular kerakli mavjudotligini. Yo'q aka, bu kursdan keyin nasib qilsa shoirlar ham trendga chiqadi. Endi qaysi o'zini yaxshi, odobli, tarbiyali tutgan shoirlarga nisbatan ish ochilish boshlanadi. Hammadan shug'ullanamiz. Zo'r. 4 ta. Dorilashda ham baribir bo'lgansiz-ku. Maza qilib tomosha qilganman. O'shanda bilib qolganman bunga nima yo'qsa. Ko'z yosh bilan o'sha kuchukda boyagi parfum hikoyasiga o'xshab. Parfyumerga o'xshab. Oxirida yig'ib hammasini. Oxirida hammasini yig'adi-da. Kuchuklarni yig'masangiz ham shu ish bilan shug'ullanadi ular. Hammasi yig'ilib. O'sha his-tuyg'uni qiynalishda yana qayta his qilib kelgan bo'lsa kerak balki.
qarang. Sukut saqlaymiz kuchuklar uchun. Qo'y, jasur yuribsiz-da. Kuchukdan qochib. Aka o'ldirgan kuchuklar meni qo'liga ittifoqi borda. Aka, zakaz olmaysizmi? Aka uni ham o'ldirardi-da. Dachi Temur akani ham ayamasdi menimcha. Temur aka ham qutqarib qolardi. Shoqollardan. Shoqoldi. To'xtaylar, bir akani basharasiga 1 minut termaylik, yaxshilab nafrat bilan. Rahmat aka. Nimaga rahmat dedim? Rahmat. Mikrofon tashib ketsangiz. Shunaqa hikoyalar. Menimcha bu yog'iga men davom ettirishga kuchim yo'q. Itday o'lib ketmasam bo'ldi. Tugatamizmi? Tugatamiz va ozgina Qissadan qissa qilaylik. qissadan qissa it bo'lmaydi. Itlarni o'ldirmaydi. Eshakka tishlatmaydi. Ot atrofida aylanmaydi. Yana nima bor? Dubayga bormaylar. Dubayga borsanglar, ertachiroq qaytinglar. Yanaqa Ishga kirmaylar, marketplace-ga. tungi smenaga. Tungi smenaga ishlar qiyin ekan. Foydali kurs qilayotgan ekanmiz. Вообще biz Day pul to'laydi bunga. Aytgancha pul nimaga tugatolmayotganimni endi tushundim. Shou tugadi vaqtinglarga. Yaxshilik bilan. Unchalik ham yaxshi emas, uni tugatadi. Qalay bo'ldi deb so'raylik. Qalay bo'ldi? Ya Nurmuhammad akaga rahmat. Shu qotilliklaringiz qaysi shonni gullatadi deb o'yladim. Shunaqa kelganinglar uchun, ko'rganinglar uchun rahmat. Orqaga biza chelak qo'yib qo'yamiz. Nimagaligini bilasizlar? Musor tashashga emas. Danat qilishga. Iloji boricha kattaroq kupyuralarni. Keyin menda karta degan bahonalar o'tmaydi. Meni kartamni любой joydan topsanglar bo'ladi. Hamma joyda bor. Hammaga rahmat. Hammasi hazil edi. Deb umid qilaman. Dastimanglar sog' bo'linglar, mayli. Rahmat. Islas hammasini. Bizda muzika ham yo'q, afsuski. Xafa garchi yo'q.